o'sha asarlarning mohiyatini tushunishimiz mumkin. Onlayn dars olishimiz mumkin. Onlayn kurslarga a'zo bo'lib fikrimizni yanada rivojlantirishimiz mumkin. Bunda o'zingiz ham mablag'dan ham masofa borib kelish vaqtimizni tejashimiz mumkin. Savollarga javob olishimiz mumkin. Inson tomonidan inson intellektiga tahlil qilishga qodir bo'lgan texnologiyalarni yaratish, fan va texnologiyalarni yaratish. Misol uchun bo'ylab qudratli aravada sayohat qilishni rejalashtirishdi. Ular eng avvalo Antarktidaga sayohat qilishdi va u yerda pingvinchalarni ajoyib raqslarini tomosha qilishdi. Antarktidada havo juda sovuq bo'lganligi sababli ular serquyosh davlatlarga kelasi sayohatini yo'lga qo'ydi. Bir bola O'zbekiston degan davlatga borish uchun xarxasha qilib yig'lardi. U davlatga keyin olib xarita yoniga keldi. Xaritada O'zbekistonni tanladi. Keyin bir daraxt yoniga keldi. U yerda quyosh qizib turardi. Quyosh taftidan tushgan olmani aravaga solib uyimizga qaytdi. Rahmat. Sayohatga chiqishdi. Ularda yo'l xaritasi bilan yurib, katta daraxt tagiga kelishdi. Juda ham kun isib ketgan, quyosh tepaga chiqqan va daraxtning tagiga bolalar dam olishdi. Yurib ular qo'llariga gullar terishdi va bir bola do'stlaridan gul terishni ajrab qoldi, berilib ketib, do'stlarini ajrab qoldi. Va yonida bir quyonni ko'rdi-da, quyonni xuddiki pingvinga o'xshatib qo'rqib ketdi. Yaxshilab qarasaki, u yonidagi quyon edi.